Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Xalqimiz bejizga kambag'alning tuyani ustida ham it qopadi deyishmas ekan. Nochor, ojiz bo'lsangiz, sizdan hamma foydalanishni ko'zlar ekan. Yolg'izgina o'g'limning baxti barbod bo'lgani yuragimni vayron qildi. Ona o'ziga aytgan, xon qanday balo-qazoga chidaydi, toqat qiladi, ammo bolasiga yetgan ozor jon-jonidan o'tib ketar ekan. Hammasi mazam bo'lmay, o'zimni shifokorga ko'rsatgani shaharga borgan kunimdan boshlandi. Bilasiz, bunday joylarda navbat ko'p bo'ladi. Men ham o'z navbatimni kutib o'tirgan edim. Yonimdagi ayol gap otib qoldi. Saharda turasizmi? Yo'q dedim-da, qayerdan kelganini aytdim. Men ham uzoqdan kelganman, deya u ham o'zi yashaydigan tumanni tilga oldi. So'ng yana so'radi. Bolalaringiz bormi? Ha, bir qiz, bir o'g'lim bor. Qizimni chiqarganman. Voy, ikkitagina tug'dingizmi? Gulingimiz qizni boshladi. Gulingimiz qiziy boshla, erim hayot bo'lganida yana tuqqan bo'larmidim. Bolalarim juda kichikligida u vafot etib ketgan. O'zim katta qildim. Taqdirda endi rohatini ko'ring. Shukur, hamma qiyinchiliklar ortda qoldi. O'g'lim ham katta yigit bo'ldi. Ishlayapti. Endi uylantirsam bo'lgani. Yo'g'e, shirin tashvishdan ayirmasin. Ortda qolgani rost bo'lsin. Yaxshi, eringiz uy-joy qilishga ulgurgan ekan. Qayda, dedim xo'rsinib. Ota-onamdan qolgan hovlida yashayman. Opa-ukalarim taqdirim bunaqa bo'lgach, uyni menga berishgan. Biz anchagina suhbatlashdik. Shifokor huzuriga kirib ham chiqdik. Opa, telefon raqamingizni bering, menga juda yoqib qoldingiz. Ahvolingizni so'rab turaman. Endi xayolimdan ketmaysiz. Tuzalib ketdimikan, yo'qmikan deb o'ylanib yurmang, dedi u. Shu bilan bir ikki bor qo'ng'iroq qilib, hol ahvol so'rashib turdik. Bir kuni esa kutilmaganda dedi. Opa, uyingiz qayerda? Men ish bilan sizni tumanga kelganman. Ko'rib ketay, uydamisiz? Ha, uydaman. Qayerda ham bo'lar edim boshqa. Kelavering, deya manzilimizni tushuntirdim. Uyda ancha o'tirdi. Mehmon qildim. O'g'lim ham smenadan qaytib qoldi. U bilan so'rashgach, og'zidan bol tomdi. O'g'lingiz muncha chiroyli, kelishgan yigit ekan. Unga dunyodagi eng chiroyli qizni olib bering. Surishtirib yuribman, lekin hali birortasini eshigiga borganim yo'q. Mening ham chiroyligina singlim bor. Agar ota-onam uzoq demasa, o'g'lingizga juda mos, dedi u kulib. Ikkalasini bir uchrashtirsak bo'lar ekan. Men indamadim. U esa keyingi ham qo'ng'iroq qildi. Opa, men singlim bilan shaharga kelgandim. O'g'lingizga ayting, bir kelib ketsin. Odam bunday paytga yo'q deyolmas ekan. O'g'limga qayerda borishini tushuntirdim. O'sha qiznikiga sovchilikka boravering, dedi o'g'lim uchrashuvdan qaytgach tezga sig'may. U tuman uzoq bo'lsa yana yaxshi bilmaymiz ularni. Men boshqa qizga o'ylanmayman. O'g'limning azoyidan bildimki, qiz ko'ngliga o'ltiribdi. Yolg'izgina o'g'lim bo'lgani uchun sovchilikka borganda surishtirgan bo'ldim. Yaxshi oila, qizning ota-onasi o'qituvchi, onasini sal o'tkir demasangiz, dedi bir ayol. O'g'lim qaynonasi bilan yashamaydi-ku, qizi yaxshi bo'lsa bo'ldi-da, dedim o'zimcha. Tashpash deguncha to'yni ham boshlab yubordik. To'g'rirog'i, biz emas, ular tezlashtirishdi. Kelinim shunday sep bilan keldiki, ko'rgan odamning hayratdan og'zi ochilar edi. O'g'limning bir ko'rib, sevib qolganicha bor ekan. U shunchalik chiroyli ediki, bir qarab ko'z uzmay tura olmas dedingiz. Tag'in kelinlik kiyimlarni aytmaysizmi? Har bir ko'ylakka moslab, boshiga do'ppi, oyog'iga poyabzal olgan. Kiyinib chiqsa, tikilib to'ymaysiz. Bu kelinni qayerdan topdingiz? O'g'lingizga biror moski bir ko'rib, yana qarasam deysan kishi. Ko'rgan odam borki, shu gapni aytar edi. O'zim ham ko'z tegib qolmasaydi, deya xavotirga tushib qo'yar edim. O'g'lim ham atrofida girdi kapalak, ammo hali kichkina chillasi ham chiqmay turib, ular g'ijillashib qolishdi. O'g'lim hatto unga qo'l ham ko'tardi. Darrov uni yonimga o'tkazib qo'ydim. Hozir urushadigan emas, eng shirin yashaydigan paytlaring, unaqa qilib kelinning ko'nglini qoldirma. Baxtli bo'laman desang, hamma gapni yaxshilikcha tushuntir. Yana qo'l ko'targaningni ko'rsam, nima qilishni o'zim bilaman.
Ular bir kuni bir tumtayib chillasini ham chiqarishdi. Roppa rosa 42 kun deganda kelinim og'rib qoldi. Rangida rang yo'q, faqat qaltiraydi. Kirib yoting dedim. Ertasiga esa u o'rnidan turmadi. Men uxlab qolibdi-da deb o'ylabman. Keliningizni oldiga kiring, mazasi yo'q dedi o'g'lim qovoqdan qor yog'ib. Kirsam kelinim bir ahvolda yotibdi. Qayeringiz og'riyapti kelin, doktor chaqiraymi dedim qo'rqib. Meni kasalim doktorlik emas, men bu uyda yashay olmayman, uyimga ketaman, yana ozgina yashasam o'lib qolaman, yashamayman bu uyda dedi u tap tortmay. Battar qo'rqib ketdim. Tinchlikmi? Nega yashay olmaysiz? Uydan bir nimalar topib olyapman, yana ozroq qolsam o'lib qolishim mumkin. Nima topib olyapsiz? Hech narsaga tushunmasdim. U qo'limga bir nima tutqazdi. Menga kimdir amal qilyapti. To'kilgan sochku dedim hayratlanib. Sizga kim amal qilar edi? Uyda ikkimizdan boshqa odam bo'lmasa, eringiz ishga borib keladi xolos. Ortiq chiday olmayman, ketaman dedi u qat'iy. Nima qilishni bilmay haligi opasiga qo'ng'iroq qildim. Darrov yetib keldi. Turmush senga o'yinchoqmi? Buncha vahima qilmasang. Endi shu seni uying, hech qayerga ketmaysan. Urushdi opasi ham. Kelinim esa xuddi hozir ketmasa o'lib qoladiganday yig'lab siqtar edi. Rostdan bir nima bo'layotgandir degan hadik bilan opasiga tushuntirdim. Mayli, urushmang, olib keta qoling, 1-2 kun dam olsin, o'qitingizlar. Shu bilan ular ketishdi. Ertasiga uy yumushlarini qilib yursam, darvozamiz taqilladi. Ochsam, uchastka inspektori turibdi. Ortida kelinimning akalari, opalari, ular birdan uyiga yopirilib, endigina ishdan kelgan o'g'limga, menga ham tashlanib qolishdi. Urib turtib hamma narsani olib ketishdi. Kelin kuyovning uyi ship-shiydon bo'lib qoldi. O'g'lim ham, men ham o'zimni yo'qotib qo'ydik. Ko'chaga chiqolmay qoldik. Odamlar so'rasa nima deymiz axir? Endigina chillasi chiqqan kelin kuyov ajrashishga arzili bahona ham bo'lmasa, uydan to'kilgan soch chiqqani uchun ajrashdi deyolmayman-ku, or nomusdan o'lay dedim o'shanda. O'g'lim esa xotinni sevib qolgan ekan. Oyi, borib olib kelaylik, siz yashay olmayman dedi o'pkasi to'lib. Bolangiz uchun hamma narsaga tayyor bo'lar ekansiz. Shuncha gapdan keyin ham bosh egib bordim. Nikoh muqaddas, yoshlarni yarashtiraylik, aslida urushgani ham yo'q degan gapimga olgan javobimdan qotib qoldim. Turgan hovlingizni o'g'lingizni nomiga o'tkazib bersangiz boradi qizim, deb qoldi qudam. Bu uyni men go'ribga orqalab ketmayman-ku, shu o'g'limga qoladi-da, topganim shularniki-ku, dedim bosiqlik bilan. Bo'lmadi, kelinim kelmadi. Parishon bo'lib qoldi o'g'lim. Bir kuni smenasida ketib kelmasa deng. Avvaliga kutdim, ishxonasiga bordim. O'g'lingiz yarim kechasi chiqib ketgan edi. Haliyam yo'q dedi sherigi. Telefoni o'chiq, hech kim ko'rdim demaydi. Adoyi tamom bo'ldim. Qayerga borishimni, qaysi ishga bosh urishimni bilmayman. 3 kun o'tgach, uchastka inspektori qidiruvga berishimizni aytib, men butkul es-hushimdan ayrildim. Telbalar kabi ko'chada u yoqdan bu yoqqa yuguraman. O'g'limni yo'qotib qo'ydim. Qayerda ketdi u? Yig'lab baqiraman. O'g'lingizning xolasini ko'raylik dedi qidiruvga ariza berganimdan keyin militsioner. Hamma narsani ko'zdan kechirdi. Shkafini ochsak, bir dona ham kiyimi yo'q. Esim og'ib qolay dedi. Nimalar bo'layotganini tushunmas, ko'zimga o'g'limdan boshqasi ko'rinmas edi. Ishonsangiz, 8 kun o'tgandan keyin kelinimning opasi telefon qildi. Opa, nega qidiruvga berdingiz? O'g'lingiz xotini bilan Rossiyaga ketdi-ku. Bu gapdan angrayib qoldim. Nahot o'g'lim shu darajaga bordi? Bir og'iz aytib ketsa bo'lar edi-ku. Xo'p, meni jo'natmasligimni bilgan ekan. Meni tiriklay qabrga tiqmay qo'ng'iroq qilsin edi. Har xil xayol keldi miyamga. Oxiri o'g'lim telefon qildi. Oyi, arzangizni qaytarib oling, 6 oyda yoningizga mashina minib boraman, dedi u menga quloq solmay. Kim 6 oyda mashina minibdiki, sen minsang. Mashinaga havasing ketgan ekan, aytsang bo'lar edi, 6 oyda olmasang, amallab 1 yilda olar edik, 2 yilda olar edik, tez orqangga qayt.
U meni eshitmadi, aytgani ham bo'lmadi. Bir oyiga bormay uyiga kirib keldi. Ko'rib dahshatga tushdim. Askarlar kiyadigan shimda, uyam yirtiq yamoq, kir-chir kurtkada ozib ketgan. Yig'lab yubordim uning ahvolini ko'rib. Seni kim bu ahvolga soldi? U maq etmadi. Vaqt o'tib barcha kiyimlarni o'zi bilan olib ketgani, tilla-uzuk va birazliklardan ham ajraganini bildim. Aytmasligini bilib so'ramadim ham. Ajrashaman oyi, dedi u bir kuni. O'zim ham bu balolardan tezroq qutulishini o'ylab rozi bo'ldim. Ariza berishga kelgan kelinimni tanimasam deng, qimmatbaho va o'ta zamonaviy kiyimda, mashinada oddiy oilaning qizi bo'lsa, bularni kim olib bergan bo'lishi mumkin? Hammasini anglaganday bo'ldim, muzlab qoldim. Nahot u yuzini yorug', yo'lini ochiq qilib olish uchun o'g'limdan foydalangan bo'lsa? Gumon iymondan ayiradi. Birdan yomon xayolga bormay deya bir tanishimning o'g'lidan iltimos qildim. Siz hujjatlar bilan ishlaysiz-ku, iltimos kelinimni surishtirib bering. Surishtiruv ko'pga bormadi. Keliningiz to'ylardan 10 kun avval o'z nomiga uy olgan. Uning nomida il va mashina bor. Menimcha, unga xushtori olib bergan, dedi u dilimni tilkalab. O'sha kundan buyon o'zimga kela olmayman. Mening o'g'limning gunohi nima edi? Nega bizning boshimizga buncha savdolar tushdi? Ne orzu niyatlarda kelin qilgan edim, bu dardni ortiq ichimda yuta olmayman. Yuragimda saqlab ham yura olmayman. Azizlar, farzandingizning boshini bog'lashdan avval yaxshilab surishtiring. Ota-bobolarimiz bekorga 7 pushtini surishtirishmagan ekan. Menga o'xshab kuyib qolmang hech qachon, deb shu joyida hikoyasini yakunlab boshladi. Yana bo'lmasa ekran ortida ko'rishguncha deb qolamiz azizlar. Sizlardan videomiz tagida bir dona layk va podpiska qo'ng'iroqchasini bosib va telegramimizda ertakchi bobo o'zbek tilida bosma harf bilan katta harf bilan ertakchi bobo deb yozib, o'zimiz aravachaga o'tirib turilgan rasm chiqadi. Shunda albatta obuna bo'lib qo'ying. Yaxshi seriallar, fantastik kinolar va o'sha yerda kimda kim YouTube kanal olaman desa, o'sha yerda murojaat qilib qoldirasizlar. Yana bir bora ekran ortida ko'rishguncha jigarlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.